O'zbekistonda o'g'il bolalar qizlarga qaraganda ko'proq tug'ilmoqda. 2025-yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda 664 mingdan ortiq chaqaloq dunyoga kelgan. Bu ko'rsatkich 2024-yilning mos davriga nisbatan 29,3 ming nafarga kam. Jami tug'ilganlarning 51,7% o'g'il bolalar, 48,3% esa qizlar bo'lgan. Aniq raqamlarga ko'ra 343,6 ming nafar o'g'il bola, 321 ming nafar qiz bola tug'ilgan. Ya'ni har 100 nafar qiz bolaga 107 nafar o'g'il bola to'g'ri kelmoqda. Eng katta gender disbalansi Qorovulbozor tumanida kuzatilgan bo'lib, u yerda o'g'il bolalar qizlarga qaraganda 31% ga ko'p tug'ilgan. Iqtisodchi Mirkomol Xolboyev hisoblashicha, 51 tuman va shaharda farq 10% dan yuqori. Bu hududlar jami tug'ilishlarning 24% ni tashkil etadi. Aksincha, eng yuqori qiz bola tug'ilishi Nukus tumanida qayd etilgan. U yerda qizlar o'g'il bolalardan 13,8% ga ko'proq. Mutaxassisning ta'kidlashicha, o'g'il bolalarning ko'proq tug'ilishi qisman tabiiy biologik omillar bilan izohlansa-da, 7% lik farq disbalansga olib kelishi mumkin. Global tajribaga ko'ra, gender disbalansi o'sishi demografik muammolarga olib keladi. Masalan, Xitoyda bir oilada bir farzand siyosati davrida o'g'il bolalar qizlardan 14% ga ko'p tug'ilgan va hozir mamlakatda 30 milliondan ortiq erkaklar bo'ydoq.